Sekinroq bolalar, shoshmay turinglar. Voy ukam, Labbi aka. kunli ishga mardikorchilikka chiqqanmisiz? Mardikorchilikka chiqqanman. Katta o'zga ish bor. Xo'p bo'ladi. Ketdik aka. Usta boshingizga qaraganda mardikorchilik qiladigan bolaga o'xshamas ekansiz. Tirikchilikdan aka. Bunaqa keyin yurishimda ham o'zgarish sabablari bor. Xudo xolasa birovni haqqini yemay, halol tirikchiligingizni qilib yursangiz, hali mendan ham zo'r bo'lib ketasiz. Ukam mana shu musullarni ko'chaga olib chiqib, qo'lini paratganligiga ozgina qarab olish kerak. Bo'ldi aka, xo'p. Kiyimimni alishtirib ishni boshlayman. Aka, aytgan hamma ishlaringizni qilib bo'ldim.